kunlarda Ne'matxonning taxtalari olov, strapillari dahshatlar kelibdi mana pollari olov. Vo! 6 metr strapil kelib qoldi mana. O'tiribsiz Kung Fu Panda bo'lib. Saloma, jigar. Qale, bo'lyaptimi? Charchamayapsiz. Nima yangiliklar? Yangilik yo'q, birorta yangilik qilamizmi? Yangilik qilish kerak. Yo'q, mana shu har sabab bir qismini chiqaramizmi? Xo'p. Odamlar zerikib qoldi bu. Bo'lmasa bundoq qilamiz, qarang. Mana bering, hozir urib olasiz. Ha. Taxtani narxini urganda yana meni ham urib yuborman-ku. Mana hali bloger bola kelibdi. Ha. Xullas. O'sha kelibdi, o'shanga bo'lmasam videoni oldiraylik. Hop. Buni yangilik qilamiz. Xo'p, qarang. Biz Namangandamiz deylik endi. Namangandamiz. Boshqa viloyat vohalarga men dastavkani tekin qilib beramiz-ku. Dastavkani tekin qilib beramiz. Короче, endi bu yerda faqat dastavkani o'zi masda endi. Yangilik qilamiz. Bitta yangilik qilamiz, qarang. Hop, bari taxta olgan odam nima ishlatadi? Nima ishlatadi? Da, miq ishlatadi. Skoch bilan uramaydi hech qachon. To'g'rimi? Polga ham strapilgan miq kerak. Xo'p, dastavka tekin. Hop. Necha kilo miq qo'shib berasiz? Mana 2 kilomi, 3 kilomi? Ya, o sredniy necha pul o'zi miq kelasiz? 15 ming so'm sredniy hisoblan. 15 ming so'm. 15 ming so'mga endi $1000 savdo qilgan odamga ham dastavkasi tekinu, ham 3 kilo miq, va bo'lmaydi. 3 kilo demaysiz. Hop. 4 kilo ham demaysiz. Hop. Ha, bo'ling 5 kilo ham demaysiz. Hop. Agar o'sha blogeri kanal nomini aytib kelsa, 10 kilo miqqa Hop. bonus qilib berasiz. $1000 savdo, Hop. ichida dastavkasi tekin, undan tashqari xohlagan razmerlarda, xohlagan, baribir bir xil razmer miq ishlamaydi-ku. Xohlagan razmerlarda miqlarni 10 kilosini bonus hisobida qo'shib berasiz. Bo'ldi, yetdi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir kelsalar men o'shani aytaman. Sekin birinchi 3 kilo deb yuboramiz, keyin aytsalar 10 kilo deb yuboramiz. Nima dedingiz? Bo'ladimi? Bo'ldi.